Do'stlarim, Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi Forish kafesiga tashrif buyuramiz. Forish kafesida eng do'stligimizdagi eng shirin taomlar pishiruvchi, eng shirin oshlar pishiruvchi mana Arnasoydagi yo'llarni faqat maqtamasdan Do'stlik tumanining eng shirin oshlar mana Abdumannan ukamiz Forish kafesining egasi. Nihoyatda shirin taomlar, oshlar olinyapti. Mana nihoyat somsalar, kaboblar hammasi pishirilyapti. Nihoyatda xizmatlar joyida. Bu Forish kafemiz qariyb 1 yil davomida qo'shimcha binolar ta'mirlashlarini olib boryapti. Hozir eng asosiysi chetdan kelgan tumanimiz mehmonlari uchun nihoyatda chiroyli, zo'r mana ishlarni amalga oshirdilar. Bu kafemizda 2-3 qavatlarni to'liqcha ishga tushirib, eng chetdan keladigan tumanimizning mehmonlari uchun bu yerda kabinalar hammasi kabina bultir qilingan. Ikkinchi qavatimizga ko'tarilyapmiz. Ikkinchi qavatimizda eng yaxshi kabinalar mehmonlar uchun ishga tushirildilar. Mana bir boshdan bir ko'rib o'tamiz. Mana yosh bolalarimiz kelyapti. Mana o'yinlar, mana bir boshdan kabinalar o'ng qo'l tomonimizdan boshlab ko'rsatamiz mana. Mana eng zo'r kabinalar. Yaxshi. Ikkinchi kabinamizga kiramiz. Ikkinchi kabinamiz ham bir nihoyatda shinam, salqin, qorong'i mehmonlar uchun. Eshiklar ham nihoyatda zo'r yasalibdi yog'ochlardan. Mana kabinamiz ham nihoyatda chiroyli. Mehmonlar yaxshimisizlar, zo'rmi? Zo'r mana. Hamma dekorlar nihoyatda zo'r. Mehmonlar yaxshi dam olingizlar. Endi mana bu eng zo'ri katta mehmonlar uchun shinam, keng zallar ishga tushirilgan. Mana do'stlarim, tepalar, tom qismlaridagi ishlovlar, nihoyatda pardozlashlar nihoyatda zo'r amalga oshirilgan. Mana stullar, mebellar, salqin konditsionerlar hammasi nihoyatda zo'r mehmonlar uchun va boshqa shu Do'stlik tumanining xalqi uchun mana ishga tushirilgan. Endi do'stlarim, bundan tashqari 3-qavatga ko'tarilamiz. Mana bu yoqda bitta kabinamiz bor ekan. Mana bu yerda ham chiroyli opa-singillarimiz uchun chiroyli zallar ishga tushirildilar. Nihoyatda yaxshi, nihoyatda shinam, nihoyatda chiroyli va hamma tepada lampochkalar yonib turibdi. Endi Do'stlik tumani mehmonlari uchun barcha sharoitlar yaxshi bo'libdi. Do'stlarim, buni ishonmayotgan bo'lishlaringiz mumkin. 3-qavatimizga chiqayapmiz. Bu 3-qavatimiz ham menimcha yaqin kunlarda ishga tushadi yoki ishga tushirilgan. Bu yoq ham ishga tushirilibdi. Nihoyatda zo'r, a'lo va a'lo. Mana bir boshdan ko'rib boramiz o'ng qo'l tarafimizda. Mana zo'rmikan? Voy, haqiqatan ham chiroyli va gullar ham tabiiymi? Yo'q. Tabiiy emas ekan. Mana qizlarimiz ham nihoyatda zo'r. 3-qavatda nihoyatda katta mehnatlar qilindi. Nihoyatda katta miqdor mablag'lar ajratildi. Mana singlimiz ishlayapti. Oylik qancha yaxshimi? Oyliklar bo'layaptimi? Yaxshi. Bu qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Forishlik Abdumannan ukamiz 3-qavatda ham ishga tushirdi. Bu degani ushbu joyimizga, Forish kafesiga endi taxminiy hisobda 1,5-2 milliard so'mlik investitsiya mablag'lari kiritgan. Tumanimizda xalq uchun, mehmonlar uchun, atrof Arnasoy, Paxtakor, Oqoltin tumanlariga, Mirzacho'l tumani xalq uchun, mehmonlar uchun nihoyatda katta, shinam, ko'rkam va juda zo'r joylarni tayyorlabdilar. To'y qilaman deganlar, tug'ilgan kun qilaman deganlar, banket qilamanlar, qizlar majlisi, qizlar, ayollar o'tirishlari, kursdoshlar, guruhbodoshlar, doktorlar, o'qituvchilar, kursdoshlar hammasi yig'ilib o'tiramiz degan joylarga mana do'stlarim nihoyatda chiroyli stol-ustunlar hammasi bezatilibdilar. Men sizlarni butun atrofdagi do'stlarimizni, Jizzax viloyatidagi atrofdagi qo'shni viloyat respublikamizga kelayotgan barcha mehmonlarimizni mana shu aytaylik. Mana shu mehmonimiz Farhod Abdurahim Arnasoy tumani Cho'lqo'rg'on mufidan kelgan. Kamida bugun advokatini bir 200 ming so'm choy beraman deb niyat qilib kelibdi. Nihoyatda ko'rkam katta zalda o'tiribdi. Yarashyaptimi? Ya ma'qulmi zallar? Uchinchida shabada ekan eng asosiysi.
kelingizlar. Ishonmayotgan bo'lsalaringiz, bu joyda nihoyatda Forish kafesida shirin, mazali, tansiq va hamyonbop ovqatlar pishirishadi. Xizmatlar ham nihoyatda yaxshi. Ishonmaganlar, bilmaganlar, ko'rmaganlar bo'lsa, kelingizlar, ko'ringizlar, mehmon bo'lingizlar. Abdumannab ukamizning amalga oshirgan 2024-2023-yillarda qilgan ishlarining hammasi intihosiga ishga tushibdi. Kelingizlar, ko'ringizlar, kuzatingizlar, like bosingizlar. Do'stlik tumaniga kelmabsiz. Forishda ovqatlanmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz do'stlarim. Kelingizlar, kutamiz sizlarni. Choy ichamiz mana.